Ajdarho tuxumini eng noyob buyum deb o'ylaydi. Xuddi doim u bilan maqtanaveradigan do'stim Svak kabi. Hoy Kars, mana qara. Ajdarho tuxumi meniki, lekin aslida undan ham noyobroq buyumlar bor. Bu noyob buyumlarning ba'zilarini ko'pchilik hatto bilmaydi ham. Shunday ekan, men qorli ichimni olishdan boshlayman. Minecraft hamjamiyatida sanoqli odamlargina bu blokni ola bilgan xolos. U shunchalik noyobki, buni olish uchun Enderman ustida qor bor chim blokini ko'tarib olishi kerak va u blokni qayta yerga qo'yishi kerak. Buni ehtimolligi 9 trillion 5 milliarddan bir. Demak, mayli, aniqini bilmayman, lekin u juda noyob. Endi esa u blokni ko'tarib olishni kutamiz. U bittasini oldi, juda soz borib qo'yishini kutishimiz kerak endi. Birodar, men buni 15 daqiqa kutgandim, lekin bu ish bermadi. Va buni tezroq qilish uchun men ustiga qor bor juda ko'p chim qo'yib chiqishim kerak. Bittasi bo'ldi. Umid qilamanki, bu jarayonni ancha tezlashtiradi. Bu juda oson bo'ladi. O'xshamayapti. Men bu aslida qanchalik kamyob ekanini tushunmayapman. Lekin shunchaki taslim bo'la olmayman. Axir Svakning maqtanchoqligiga chek qo'yishim kerak. Shuning uchun 4 soat vaqtimni qorli chim fermasini qurishga sarflashga qaror qildim. To'g'risi unchalik emas-u, lekin mayli. Xullas, hozir bizda bu katta platformada paydo bo'ladigan bir dunyo endermenlar bor. Va ular faqat ustida qor bor chim bloklarini ko'tara oladilar. Shunday qilib men kutdim va yana kutdim. Shu jarayonda bu blok haqida biroz ko'proq izlanishga qaror qildim. Va haqiqatan ham angladimki, bu rostdan aql bovar qilmas darajada dahshatli darajada kamyob ekan. Bittasi paydo bo'lishi uchun katta ehtimol bilan kunlar ketadi. Yaxshi, bilasizmi? Uni paydo bo'lishini kutgunimizcha keling, osonroq topiladigan noyob bloklarni yig'ishni boshlaymiz va keyin qiyinroqlariga o'tamiz. Birinchisi aslida juda oddiy. Shunchaki oddiy suv idishni olib, uni otiladigan suv damlamasiga, keyin esa muallaq turuvchi suv damlamasiga aylantirish kerak. O'yindagi eng foydasiz buyum. Buni yasaganim uchun men endi eng ahmoq Minecraft o'yinchisiman. Keyingisi quyon oyog'i. Chunki quyonni o'ldirganingizda undan tushish ehtimoli 10 dan 1 ga teng. Bu ko'p vaqt olmaydi. Shu yerda ekanmiz, qurigan butani ham olib ketishimiz kerak. Qurigan butani olamiz. U ham noyob buyumlardan biri. Yaxshi, biz bittasini oldik. Buni olish uchun men 33 tadan ortiq quyonni o'ldirdim. Keyingisi zaharli kartoshka. Hosilni yig'ishda tushish ehtimoli 2% ni tashkil qiladi. Mayli, tan olish kerak, tushsa zo'r bo'lardi. Men yana qancha kutishim kerak? Menda hozir suyak kukun tugab qoladi-ku. Bo'ldi, bu hazil emas. Hozir bunga butun umrim ketib qoladi-ku. Nice, men bitta kartoshka uchun 10 minut vaqtimni ketkazdim. Birinchi urinishdan. Yaxshi, keyingi buyumlar noyob, chunki ularni deyarli hech kim ishlatmaydi. Masalan, soat. Soat necha bo'ldi? Sham, mashalaning bozor varianti. 4 oltin tarvuz, bu nimaga kerakligini o'zi kimdir biladimi? Hatto buni yeb bo'lmaydi ham. Va oxirgisi XP shishasi. To'g'risini aytsak, agar sizda XP fermasi bo'lsa, bu deyarli keraksiz. Menimchalarni qaroqchilar postidan topish mumkin. Va u bu yerda yo'q ekan. Xo'sh, yana bittasi bor. Qani, bormikan? Bu yerda ham yo'q ekan. Nice, ikkita bor ekan bo'ldi. Biz uni va nihoyat 4 ta urinishdan keyin topdik. Va shunday qilib biz eng dabdala noyob buyumlarni yig'a oldik. Lekin bular shunchaki osonlar edi. Davom etganimiz sari ishlar qiyinlashib va buyumlar noyoblashib boraveradi. Tez orada Svak buni ko'rgach, uning ajdarho tuxumi sariq chaqiga ham arzimay qoladi. Keyingisi sehrlangan jik fonari, chunki bu 20 dan keyin iloji bo'lmay qoladi. Shuning uchun bu noyob buyumni olishning oxirgi imkoniyati. Xo'sh, jikni yasaymiz. Uni sehrlash uchun esa bizga bog'lanishlanadi yoki yo'qolish la'nati kitobi kerak bo'ladi. Menimcha bu bizda bor yoki-da yo'q. Demak, buni olish uchun qishloqi bilan savdolashamiz. Va nihoyat kitobni qo'lga kiritdik. Va bam! Bilasizlarmi, bu juda ham ajoyib ko'rinyapti. Men ahmoq sehrlashni yo'qotib qo'ydim. Keyingisi bizga pushti jun kerak bo'ladi, lekin bu tabiiy paydo bo'lgan pushti qo'ydan olingan bo'lishi kerak. Paydo bo'lish ehtimolligi esa kam. Men hozir bir narsani anglab yetdim. Pushti jun olish uchun pushti qo'yni qidirishim shart emas, chunki do'stim CGLning bazasida allaqachon bittasi bor. Bu haqiqiy ekanini isbotlash uchun men va uni serverda boshlaganimizda uni topganimizni aks etgan lavha. Pushti qo'y. Wow, biz uni albatta saqlashimiz kerak, bilasizmi? Rostdanmi? Bilmadim, lekin zo'r bo'lardi. Sen buni eshitding, to'g'rimi? Aha. Xullas, soatlab vaqt sarflaganimizdan so'ng nihoyat bizda u bor.
Yo'q albatta. Hazillashdim, keyingisi esa sehrlangan kompas. Uni yasash uchun bizga magnit tosh kerak. U esa o'tgan qismda qurgan kichik bazamizda allaqachon bor. Qiziq, agar magnit toshni sindirsam, u ishlayveradimi? U ishlayapti. Nima, birod, u qotyapti. Ha, bo'ldi, tushundim. Mayli, tinchlan, bo'ldi, tinchlan. Endi esa toshbaqani ko'paytiramiz. Toshbaqa qalqonchasi va toshbaqa kosasidan dubulg'a qilishimiz kerak. Adashmasam toshbaqalarni o'ldirib qalqoncha ololmaymiz. Aksincha ular ulg'ayib o'zlari tashlab ketishini kutishimiz kerak. Ha, lekin kutolmayman. Shuning uchun rejam ularni o'sishini tezlashtirish uchun ularga ko'plab dengiz o'tlarini berish. Birinchi qalqonimizni oldik. Yaxshi, yetarlicha qalqonlar yig'dik. Endi esa xayr. Keling, dubulg'a yasaymiz. Bam. Endi bu ikkisini hal qilganimizdan so'ng keyingi buyum g'alatiroq. Echki shoxlari. Ba'zilar hatto buni bilmaydi ham, lekin aslida ularning 8 xil turi bor va ular har xil ovoz chiqaradi. Ularni olish uchun echki o'z boshini devorga urish kerak. Minecraft buni nega va qanday o'ylab topganini bilmadim, lekin bu g'alati juda ham. Yaxshi o'xshadi. Men buni 15 daqiqacha kutdim. Shoxlarning barcha turlarini olish uchun ancha vaqt ketadi, lekin xayriyatki biroz izlangach men oddiy avtomatik echki shoxi fermasini topdim. Bu jarayonni ancha tezlashtiradi. Bizga shunchaki bir necha varonka, qum, to'siqlar va qayiqlar kerak. Boshlanishiga men katta tekis joy qurib, echkilar ferma ichida qolishi uchun atrofini to'siq bilan o'rayman. O'rtasiga ular boshini urib, shoxini tushirishi uchun tosh bloklar qo'yaman. Uning ostiga esa yig'ish tizimini quraman. Bu yerga sandiq, uning atrofiga mana bunday qilib varonkalar, uning ustiga esa jon qumini qo'yaman. Jon qumi to'liq blok bo'lmagani uchun uning ustiga buyumlar tushganda, pastdagi varonkalar ularni ilib olib sandiqqa joylaydi. Va nihoyat echkilar sakrab chiqib ketmasligi uchun shisha tom qurishimiz kerak. Qani bu yerga kelamiz. Endi esa ularni ko'paytiramiz. Bam! Perexod juda ham silliq bo'ldi. Echkilar boshini toshga urishni xohlashi uchun mana bu yerga qayiq, ichiga ikkita tovuq qo'yaman. Nimagadir shu narsa echkilarni boshini toshga urishga majbur qiladi. Juda ham tez usulda. Men nimagaligini bilmayman. Barcha echkilar boshini urib chiqishi uchun ko'p vaqt kerak bo'lmasa kerak. Biz kutganimizcha men tezda boshqa mayda va oson noyob buyumlarni yig'ib olaman. O'laman, men hozir o'laman. Yo'q. Ajoyib. Ajdarho nafasi nazarit bloki. Men shunchaki olmos fabrikamdan qolganini yig'yapman. Chunki bular menga kerak emas. Nazar yulduzi. Yana bir osoni va oxirgisi bu bayroq. Men barcha bayroqlardan foydalanib, kimdir ko'rishi mumkin bo'lgan eng xunuk va noodatiy bayroqni yasayman. Menimcha, binafshadan boshlaymiz. Menimcha bu yaxshi. Qizil bo'yoq, yashil bo'yoq. Bu hozirdan juda rasvo ko'rinyapti. Bilasizmi, tepasiga tikonlar ham kerak. Yana bu yaxshi ko'rinyapti. Pastiga esa jigarrang dog'. Ha. Bizga 100% sabzarang bo'yoq ham kerak. Xo'sh, endi havorangni ham qo'shsak bo'laveradi. Nima? Nega ishlamayapti? Bir daqiqa. Nima? Cheklov bormi? Bayroqda qilish mumkin bo'lgan narsalar bo'yicha cheklov bormi? Nima? Men bilmasdim. Demak, bizning bayrog'imiz unda mana shunday bo'ladi. Men o'ylaganchalik xunuk emas-u, lekin yetarlicha xunuk ko'rinyapti degan umiddaman. Ko'rib turganingizdek, echki shoxlarining ko'pi tushib bo'ldi. Umid qilamizki, barcha turlarni yig'ganmiz. Negadir bizda faqat 4 xili bor ekan. Ma'lum bo'lishicha bizga kerak bo'lgan qolgan 4 xil shox faqat paydo bo'lish ehtimoli 2% bo'lgan baqiroq echkidan tushar ekan. Men baqiroq echkilar borligini ham bilmasdim. Nima? Xullas 5 soat echkilar ko'paytirilgandan so'ng, 5 soat. Nihoyat bizda barcha shox turlari bor. Bunga esa butun umrim ketdi. Menimcha eng zo'ri his qilish bo'lsa kerak. Mana eshitib ko'ringlar. Bam! Har bir shox turlari qo'limizda. Endi men tezda Trizubits fermasini qurishim kerak. Chunki keyinroq oladigan 4 ta maxfiy noyob buyum uchun bizga Trizubits kerak bo'ladi. Yo'q, bu shunchaki moblarning boshlari emas. Bu undan ham noyobroq. Yaxshi, endi esa buni sehrlaymiz. O'sha 4 ta maxfiy noyob buyumni va barcha mob boshlarini olish uchun bizga momaqaldiroq kerak bo'ladi. Momaqaldiroq bo'lmasa Trizubits befoyda. Momaqaldiroqni kutganimizcha kerak bir talay raketalarni yasab, Sahro ibodatxonasini topamiz. Chunki ro'yxatimizdagi keyingi narsa ot sovutining barcha turlari.
Yo xudoyim, deyarli portlab ketyapti. Ehtiyotkorroq bo'lamiz, ot sovuti kerak. Xo'sh, bittasini topdim. Yana 3tasi qoldi. Keling, boshqa sahro ibodatxonasini topamiz. Bu yerda bormikan? 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 Faqat chiqindilar bor ekan. Bunisida yaxshiroq bo'lishi kerak. Qani? Oltin sovut bu yerda. Bunisi butunlay ko'milib ketibdi. Bu albatta ishora. Ha, olmos sovuti. Endi bizga faqat charm sovuti kerak. Nega charm sovutini topish qiyin bo'ladi? Lekin bir soatlab qidirib, hatto Nether qal'alaridan ham izlab ko'rgan charm ot sovutini topa olmadim. Va aqlim ishlab Google ga qidirdim va charm sovutini topib bo'lmasligini, uni yasash kerakligini tushundim. Charm sovutini yasab bo'lmaydi. Uni yasash kerak. Qanday qilib buni bilmaganman? Qanday men ajoyibman. Shu yerdaligimizda yana ikkita noyob buyumni topishimiz kerak. Katta papriknik va uzun o't. Chunki bu ikkita buyumni qaychi bilan olib bo'lmaydi. Shoshma. Qaychi bilan olib bo'lmaydi. Agar siz uzun o'tni qirsangiz, sizga oddiy o't beradi. Agar papriknikni qirsangiz, sizga o'ylab ko'ring, oddiy papriknik. Shuning uchun bu buyumlarni olishning yagona yo'li paydo bo'lish ehtimoli juda past bo'lgan maxsus qishloq uyida. Bo'la qol. Balkim baribir ham uyga kiraman. Xo'y. Balkim bu yerdadir. Bu yerda emas. Kechirasiz. Menimcha bu qishloqda yo'q bo'lsa kerak. Ikkinchi qishloq. Bu yerda ham yo'q. Uchinchi qishloq. Yaxshi, xo'sh. Bu yerda faqat 4 ta uzun o't bor ekan, xolos. Baqirganim uchun uzr. Hech bo'lmasa bizda uzun o't bor. Lekin men o'ylaganimdan ham tezroq bo'ldi. Endi savol shundaki, katta papriknikchi. U esa ancha noyobroq. Bu yerda yo'q. To'xtanglar, men rostdan ham omadlimanmi? Menda ikkitasi bor hozir. Yo'q, men o'ta omadliman yoki ular umuman noyob emas. Yo'q, xudoyim, bu buyumlarning hammasi shunaqangi ajoyib ko'rinyaptiki, bilmadim nega, lekin ular shu qadar zo'r ko'ringanidan men do'stim CGLni bularni ko'rishga taklif qilishga qaror qildim. Xo'sh, ko'rib tomosha qilsin. Shoshma, bu juda ham zo'r ko'rinyapti. Va unga yoqdi. Lekin men unga Svakni ajdarho tuxumi bilan maqtanishni to'xtatishim uchun undan ham noyobroq narsalarni yig'ishni aytganimda, u shunday dedi. Qara, men to'g'risini aytaman. Bu narsalar zo'r, lekin bular ajdarho tuxumiga yaqin ham kela olmaydi. Nima? Agar Svakni yutmoqchi bo'lsang, senga bundan ham yanada ko'proq narsalar kerak deb o'ylayman. Bunga qancha vaqt ketdi? Nima desam bo'ladi? 3 kun? CGL haq edi. Va albatta men ham. Videoda 2000 ta like yig'sangiz, albatta keyingi video chiqadi, ya'ni oxirgi qismi. Oxirgi qismni ko'rish uchun albatta like bosib qo'yishingiz kerak. Chunki sizning likingizni ko'rib, boshqalar ham like bosadi. Unday bo'ladigan bo'lsa, Telegramimga obuna va YouTube'ga ham obuna bo'ling. Telegramim esa описаниеda va kommentariyada bo'ladi. Unday bo'ladigan bo'lsa, xayr, sog' bo'ling. 2000 ta like'ni kutib qolaman.